Burxoniddin Marg'ilonning 11-12 asrlar choraklarida hozirgi O'zbekiston hududida Farg'ona vodiysining Marg'ilon yaqinidagi Rishton qishlog'ida dunyoga keldi. Yoshligida otasidan va mashhur ustozlardan ilm o'rgandi. Keyin u Samarqand va Buxoroda ham tahsil olib, Hanafiya mazhabining mutallimi bo'ldi. Alloma Sharq madrasalarida eng zo'r murabbiy sifatida mashhur bo'ldi va murakkab mavzularni soddalik bilan tushuntirib bergan. Uning eng mashhur ijodi Hidoya asari 1178-yil yozib bitkazilgan. Bu risolada kundalik hayotdagi barcha murakkab masalalar yoritilgan. Hidoya musulmon dunyosida asrlar davomida islom huquqshunosligiga muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qilgan. Mustaqil O'zbekiston davrida esa Burxoniddin Marg'ilonning merosiga alohida e'tibor qaratildi. Unga bag'ishlangan tadbirlar va konferensiyalar o'tkazildi. Asarlari qayta nashr etildi. Marg'ilon markazida uning nomi bilan yodgorlik majmuasi ochildi. Shu sababli xalqlar uni hidoyat yo'lining sardori, islom dalili, Burxoniddin val Milla deb ehtirom bilan e'zozlashadi.